Hammaga salom, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga lazer yordamida devorga mayak qo'yishni va shtikaturniy apparat yordamida tez va oson devorni shtikaturka qilishni ko'rsataman. Lazerni burchakda yopdik va lazerga to'g'rilab rastor bilan mayaklarni qo'yib chiqyapmiz. Ko'rib turganingizdek, hamma joyga mayak qo'yib chiqdik. Endi apparatda shtikaturka sepamiz. Bu shtikaturka sepadigan apparat shu yerda bitta odam gips solib turadi. Bu yerda bitta odam devorga shtikaturka sepadi, ikkinchi odam sepilgan shtikaturkani tekislaydi. Videom sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha